O'zbekistonda gaz qazib olish va elektr ishlab chiqarish kamaydi. Assalomu alaykum aziz muxlis. Agarda bizning kanalimizda mehmon bo'lsangiz, bizga obuna bo'lishni unutmang. Joriy yilning yanvar-fevral oylarida O'zbekistonda gaz qazib olish 4,2% va neftni qazib olish 12%ga, shuningdek elektr energiyasi ishlab chiqarish ham qisqargan. Bu haqda 2025-yilning yanvar-fevral oylaridagi sanoat ishlab chiqarishi bo'yicha statistika qo'mitasi e'lon qilgan hisobotda so'z boradi. Hisobotga ko'ra, joriy yilning dastlabki 2 oyida gaz qazib olish jami 7,37 milliard kub metrni tashkil etib, 2024-yilning mos davriga nisbatan qariyb 329 million kub metrga yoki 4,2%ga, 2023-yilning mos davriga nisbatan esa 781 million kubga qisqargan. 2022-yilda gaz qazib olish 53,8 milliarddan 51,67 milliard kub metrgacha yoki 4%ga, 2023-yilda 51,67 milliarddan 46,75 milliard kub metrgacha yoki 9,6%ga, 2024-yilda esa 46,71 milliarddan 44,59 milliard kub yoki 4,5%ga qisqargandi. Shuningdek, hisobot davrida neftni qazib olish 118 ming tonnadan 105 ming tonnagacha, gaz kondensati ishlab chiqarish 214,7 ming tonnadan 192,6 ming tonnaga kamaygan. Boshqa energiya manbalari dizeli yonilg'isi ishlab chiqarish 123 ming tonnadan 74 ming tonnagacha, 39%, benzin ishlab chiqarish 241 ming tonnadan 189 ming tonnagacha, 21% qisqargan. Aksincha, ko'mir qazib olish esa 659 ming tonnadan 733 ming tonnagacha 11%ga oshgan. Shuningdek, elektr energiyasi ishlab chiqarish ham kamaygan. Jumladan, o'tgan yilning yanvar-fevral oylarida 14,56 milliard kilovatt-soat elektr energiyasi ishlab chiqarilgan bo'lsa, bu ko'rsatkich joriy yilning mos davrida 14,6 milliard kilovatt-soatni tashkil etgan edi, deyiladi xabarda. Bu xabarni barcha yaqinlarimizga jo'natib qo'yamiz hamda videomiz ostida bir dona like tugmasini bosishni unutmaymiz.